Menga mana bu Ahmadxon degan odam qachondan beri aytadi, men bu joyga bir haligi aytganda duxum ko'tarmaydi bu yerda. Alovuddin Kosoniyni yurtiga kelib masala qilish bizga qopdimi? Mulla Azamxon domlaning yurtiga kelib masala qiladimi odam? Alloh ulamolarimizni salomat qilsin. Men oxiri kelayotganim o'ylayapman-da. Bu yurtdan Kosoniylar tug'ilgan. Bu yurtni musulmonlari hozir ham O'zbekistonda eng taqvodor odamlari deb nomlangan. Erkaklari shunaqa erkaklar. Ayollari Kosoniylarni tuqqan ayollar. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, azizlar, Türk'te Müslüman özara yaptılar. Selamun aleyküm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler. Ben cennetin bir şeytanını عزمنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. Hazırlık dersi kuşu. Diye Muhammed Doğru Sicaları ki kondur alır. Aleykümselam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Doim siz bilan suhbatlashadigan Bahodirxon Abdulvoy. Odamlar o'rgansangiz so'kilmang, hali odamlar deyman bunga men. Barzam jo'nasam Bahodirxonga o'sha ma'ruza qiling deydi. Yerevandagi masjidda imom. Bu yoqdagisi, ha, ichkarisidagi. İstiqbol hozir keldik. Çok niyat qilgandik ko'rishishni. Yana mana ro'yxat, mana shu ro'yxat hozir bir 2 soatda mana shu bir 6 million mablag' yig'ildi, bir $300. 2 soat. Karbonli ishqoliy guruh. O'zi bu kanal Bu o'zi bugungi bozorlikni hammasini o'zi kecha qilib bo'lingan. Hozir bugun o'sha 2 soatda ichida mana shu Xudo xolasa shu bolalarning haqqiga duo qilib qo'yasizda. Azizlar, ibodatni 2 rakat namozni men ham o'qiyman. 2 rakat namozni Hamidullohxon akam ham o'qiydilar. Menga 75 so'm, bu kishiga 100 so'm oylik yoziladi Xudoning huzurida. Nimaga? Chunki shu odob bilan ibodat qilsalar, odob bilan qilingan ibodatga mukofot baland. Hamma muxlis. Ko'zimizni quvontiradigan yoshlar rosa ko'p. Ijtimoiy tarmoqda bugun ataylab o'zi bir hafta burun domlaga iltimos qiluvdik, xayriyat. Domlajonimiz bizni iltimosimizni yerga qo'ymasdan Qodirxon domlaning tashabbuslari bilan bugun bu yerga mehmon qilib chaqirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Birodarlar azizlar, shahodat. O'zbekcha gapiring. Voy birodarlar, Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yulduzga qasam. Alloh taolo
yulduzni tushayotgani bor-ku. Buni juda ham katta mo'jizaligini aytadi-da. Mana shu tushayotgan yulduzga qasam. Voy bandalarim, sizlarning sohiblaring bor-ku. Ana shu odam adashmagan. Payg'ambarimiz haqidagi oyatni qarang. Va ma sohibukum wan najmi idha hawa ma dalla sohibukum va ma ghawa va ma yantiqu anil hawa. Sizlarning sohiblaringiz adashib qolmagan. Keyin uni bir hislati bor. U kishim hech ham o'zidan olib gapirmaydilar. Men Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalom haqida Allohning guvohligini aytganimdan keyin bir gap aytay. Hozir bu joyda voy. Sizlar masjidga qachon bir musulmon kirsa-yu, ey Robbim, men seni uyingga kiryapman. Menga xuddi masjid eshigini ochganingdek rahmat eshiklarini ochgin deb kirar ekan. Kirsa Allohning mehmoni bo'lar ekan. Bitta ishni qarang. Rasululloh aytadilar: kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni hurmat qilsin. Alloh mehmonni hurmat qilar ekan. Bir fosiq odam bor ekan. Shunday fosiqki, odamlar rosa bezar ekan bundan. Bir ish qilib, mahalla ko'y maslahat qilibdi-da, buni biz yo'qotaylik. Buni kasofati bizni oilamizga, bola chaqamizga uradi deb maslahat qilib, bunga ultimatum qo'yishib, sen bu yerdan chiqib ketasan. Sen bilan biz bitta mahallada yashamaymiz. Seni deb bizni qizlarimiz, o'g'illarimiz post bo'lyapti. Deb haligi odamni haydab chiqarishdi. Haqiqatan shunaqa ekan. Tentirab bir joyga bir tashlandiq vayronaga borib, haligi yerda yashashni boshlabdi. O'sha yerda ham atrofidagilar yomon ko'rarmish-da bundan. Nafratlanib, diqqat bo'lib yursa, haligi o'lib qopti. Bir odam kelib, bu endi baytni ham pasot qilmasin, o'liga ham rasvo qilmasin debdi-da. Tuyasiga yuklab bir chekkaga tashlay buni debdi. Olib ketayotsa, bir odam ko'rib qopti. Bu nima desa, shunaqa. Hoy birodar, musulmon odamda musulmonlarda haqqi bo'ladi. Buni ko'mish kerak. Buni yuvish kerak, kafanlash kerak desa, bu musulmonmi bu debdi. Bir posiq rasvo odam desa, keling shuni qilaylik. Xolasangiz menga yordam bering, yo men o'zimga tashlab qo'ying. Ha, bo'pti debdi. Buni uyiga olib kirishibdi, yuvishibdi, kafanlashibdi, janozasini o'qib, qabrga qo'yib turib, bu odam, bu tuyada kelgan odam ketib boribdi, bu odam Xudoga bir narsalar debdi. Mana bu ketgan 3-4 kundan tush ko'ribdi. Tushida mana bu o'lgan shunday bir farahnoqmishda, shunaqa xursandmishda. Mana bunidan minnatdor bo'layotganimiz. Sendan shunday xursandman, seni deb men shunchalik martabaga erishdim. Bu haligini oldiga yetib ketdi. Men shunday tush ko'rdim. Siz bir narsa dedingiz o'sha yerda. Desa, bu aytibdiki: ey Alloh, meni uyimga mehmon keldi. Agar tirik kelganda tuya so'yardim. Bu o'lik kelib qoldi. Men eng yangi kiyimim bilan kafanladim buni. Eng pokiza suvlarda yuvdim. Yaxshi uy qurib, senga mehmon olib keldim. Ko'rdingizmi? Ey Robbim, sen mehmoningni zoyi qilmaysan debdi. Alloh subhanahu va taolo aytibdiki: bir zaif bandam, uni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Banda shunaqa o'zi, hech narsa qo'lida yo'q buni. Shu tuya so'yaman deyapti. Men mehmonimni xorlaymanmi degan ekan. Aziz qilinglar degan ekan. Shunday mehmon bo'lish kerak Allohning uyiga. Allohning uyida shunaqa mehmonmiz. Alloh aziz qiladi inshaalloh. Men bir gapga tasanno qilaveraman. Bir arobiydan so'rashgan ekan.
sen hech jannatga tushaman deb o'ylaganmisan deb. Desa bu nima dermishlar? Arobiy rosa to'g'ri odam, qishloq odam bo'lar ekan. Sen nima deyapsan? Allohga qasamki, men biron marotaba bu haqda shubha qilmaganman. Men albatta jannatga tushaman. Men albatta jannat bog'larida sayr qilaman. Albatta jannat suvlaridan ichaman. Nimaga bilasanmi? Men unga ishonaman. Men la ilaha illalloh deganman. Men unga o'zimni topshirganman. Meni Robbim shundayki, o'ziga iymon keltirganda do'zaxda xorlamaydi degan ekan. Birodarlar, shunday lazzatli iymondamiz biz. Meni mana shu gaplarimni uylaringizdagi bolalarga aytib beringlar. Ular iymonini deb hech narsaga alishmasinlar. Biz qanaqa musulmonlarmiz? Alloh subhanahu va taolo aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. Bu Qur'on azim. Taqvodorlar uchun hidoyat qilib yuborganman buni. Deb turib, men yoshligimda taqvodor odam qanaqa bo'lar ekan deb yurardim-da. Taqvodor odamni hozir ham istaydi odamlar. Taqvodor odam qanaqa bo'lar ekan deydi. Men sizga taqvodor odamning kimligini aytib beraymi? Ismingiz nima? Muhammad Qodir, eshitib turing. Alloh taolo aytadiki, taqvodor odam shundayki, u meni ko'rmay ishonadi. Ishonasizmi? Mana shu joyda hamma Allohni ko'rmay ishonganlar o'tirib, shundaymi? G'aybga iymon keltirganlar. Sizlar sanab turinglar. Shu men 3 ta sifat aytaman. Uchala sifat sizda bormi, yo'qmi? Sizlar Allohga shunchalik ishongan odamsizlarki, pulga buni sotmaysizlar. Shundaymi? Jonga sotmaysizlar. 1000 jon fido. Ular namoz o'qiydilar. Bor. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Men ularga deb bergan rizqdan boshqalarga berishadi. Bormi? Alloh subhanahu va taolo mana shu odamni taqvodor odam degan ekan. Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Menga mana bu Ahmadxon degan odam qachondan beri aytadi, men bu joyga bir haliga aytganda duxum ko'tarmaydi bu yerda. Alovuddin Kosoniyni yurtiga kelib masala qilish bizga qoptimi? Mulla Azamxon domlaning yurtiga kelib masala qiladimi odam? Alloh ulamolarimizni salomat qilsin. Men oxiri kelayotganim o'ylayapman-da. Bu yurtdan Kosoniylar tug'ilgan. Bu yurtning musulmonlari hozir ham O'zbekistonda eng taqvodor odamlari deb nomlangan. Erkaklari shunaqa erkaklar. Ayollari Kosoniylarni tuqqan ayollar. Shularni ko'rgani keldim o'zim men. Alloh sizlardan yana Kosoniylar tug'dirsin. Yana shu dini mubinga Mulla Azamxon domladek xizmat qilinglar. Bu joyda Kosonda yetim bolalarga yordam qiladigan bir jamoat bor. Xudo salomatsin, katta domlan boshchiliklarida. Hozir bir yangilik eshitdim. Shu tumanning markazidan bir yer qildik domla. Yetim bolalarga uy solamiz. Men bir voqea aytib beray. Bir haftacha avval 2 ta yetim bolaga uy solaylik deb odamlarga e'lon berdim. Shunda butun dunyodan haligilarga pul tashladilar odamlar. Keyin bir odam chiqdi-da, domla dedi, ishni to'xtating, uy bo'ldi dedi. Xo'p dedim, bir haftacha o'tib haligi uyni ko'rgani bordim men. Menga kalitlarini berishyapti. Haligi uy biz bir 15 ming dollar pul yiqqanmiz. Haligi uy bir 50 mingning tepasidagi uy. Kalitni olib haligi pulni berdim. Versam
Domla dedi, biz ishni yopganmiz-ku. Yopgansiz, qolganini yopgansiz. Yo'q. Men ishni shunday yopganman. Vallohi mana shu bolalar uchun atadim shu uyda. Hoy birodar, siz mana bu pulni qanaqa pulligini bilasizmi? Buni odamlar 1000 so'mdan bergan. Yosh bolalar bor bu pulni berganlar ichida, qari kampirlar bor, beva ayollar bor, o'qituvchilar bor, doktorlar bor. Ular qiyomat kuni daftaridan shu uyda chiqishini xohlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor. Men boshida va ma yantiqu anil havo dedim-ku, havodan gapirmaslarda bu kishim. Kim bir birodarini kiyintirsa, shu kiyim mana buni ustida ekan, kiyintirgan odam Xudoning himoyasida bo'ladi degan ekanlar Rasululloh. Shunaqa gapni topib bo'ladimi? Kosonsoy xalqiga o'zi da'vat kerak emas-u, men shu xossatan shu ishga da'vat qilib qo'yay. Mana shu tumanda bir dona ham kiyimi yo'qligidan, oyoq kiyimi yirtiqligidan yig'lagan yetim bola qolmasin. Bir dona ham qolmasin. Hammalar sherik bo'lib qolinglar. Domlalarning bir vazifasi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olgan omonatlari bor. Odamlarni jannat yo'liga yo'lab qo'yish. Nima qilsaki ko'proq odam ketsa shu tomonga. Nima qilsa bo'ladi? Mana shu yo'lni tanlashibdi. Odamlar o'zi ishqiboz bu yo'lga. Rasululloh yetimni kafil men bilan bunday bo'lgan deb aytib qo'yganlar ishdi. Shunga hamma musulmon bu ishga ishqiboz. Nima qilsaki bular mana bu yo'lda yetalab qo'ysa, xalqning hammasi jannatga kirib ketsa. Birodarlar, vaqtlaringizdan rozi bo'linglar. Men ko'p gapira olmayman. O'zi kelishdan beri oyog'im qaltirayaptiki, bu yurtda nimani gapirsa bo'ladi. Bu odamlar hammasi mulla bo'lsa. Men bir vaqt kelganimda har bitta mahallada 20 ta joyda muxtasar voqea o'qitadi dishgandi 20 yil avval. Bu xalqqa masala qilib bo'lmaydi o'zi. Duo qilinglar. Ya Robbim, ya zal jalali val ikrom. Kosonsoyni yana dunyoning eng katta olimlari chiqadigan yurtga aylantir. Ya Robbim, mana shu joydagi hamma odamlar, musulmon odamlar, seni mehmonlaring. Xudoyo mehmonlaringni aziz qil. Xudoyo mehmonlaringni aziz qil, xor qilib qo'yma. Biz hammalarimiz senga iymon keltirganlarmiz. Iymon keltirganlarni do'zaxga solib azoblama, ularni xorlama. Ya Robbim, ya zal jalali val ikrom. Bu joyda yordam olayotgan yetim bolalar hurmati, kiyim kiyayotgan yetim bolalar hurmati, bu xalqni hammasini himoyangga ol, himoyangda saqla. Allohumma atina min ladunka rahma va hayyi lana min amrina rashada ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.